Dari biskuit cak. Nanti lihat saran cak. Nima? Sen jinnimi sen? Men nima qildim? Siz aybdorsiz. Agar siz shu yerda bo'lmaganingizda shunaqa bo'lmasdi. Men nima qildim? Sen borku aqldan ozibsan. Qo'limni qiydirib oldim. Sizni deb bo'ldi. Xotin, mana maynangda borku muammo bor. Bir perizangizga qilib yuborgin, tushundingmi? O'zi borku ayollarning tuprog'i bir joyda olinadi degan rostda. Vaqtida o'g'namam, niyajitini tushirib qolardilar-da. Nimaga urganliklarini bilmayman, lekin doim aybdor menman. Sen ham shunaqasan. Yaxshi bo'pti. O'zi erkak kishiga oshxonada pishirib qo'yibdimi? Yo'qoling bu yoqdan. Suv ichganda kiruvdim, maylimi? O'zim uyimda yasholmasam. Davay. Dadasi? Bitta vнимательный savol bor-da. Nimaga? Tak. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, ayol kishi umri davomida 2,5 kilo pomada yeb qo'yayotganda, erkak kishi esa umri davomida 4-5 kilogramm pomada yeb qo'yayotganda. Onasini yemsa. Tinchgina o'tirganingda osmondan paq etib pomada haqida savol tushdi. Конечно. Axir men bir umr shu pomada haqidagi savolga tayyorgarlik ko'rganman. Ber xotin. Savol. Siz qolgan 2,5 kilo pomadani qayg'urdan yeb yuribsiz? Javob. Men 2 kilodan ortiq pomada yemayman, chunki u pomada surtmaydi. Nima? Javobga qo'shimcha. Men onamnikiga ketdim.